Bugun videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishsin, xudo xolasa hayitga borib, like-ni bosib, otangga rahmat deb qo'ysin. Xudo xolasa mana bunaqa sementallarni borib, xudo xolasa udoridan yemga tayyor. Assalomu alaykum, hurmatli Azamat Uz kanalining obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan aka-uka, do'sti birodarlarimiz. Hurmatli obunachilar, bugun biz sizlar bilan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Langar va qishloqdamiz. Xudo xolasa sizlarga boqishga tayyor, paltarashga boqma buqalarni zo'rlardan chiqaramiz aka-ukalar. Videodan like deb bosib qo'ysangiz, xudo xolasa sizlarga arzon va sifatlilardan chiqarib berishga harakat qilamiz aka-ukalar. Bugun hafta kuniga seshanba akalar 26-may kunida ko'rishib turibmiz. Xudo xolasa Azamat Uz kanaliga obuna bo'lib ketsalaring akalar, biz sizlar uchun mana shunaqa zo'r sifatli videolarni qilishda to'xtamaymiz aka-ukalar. Xudo xolasa bugun biz yana o'sha arzonchilik hech kimga bermayotgan Sharif akamning xonadonlarimiz. Aka, assalomu alaykum. Hurmatli Azamat Uz obunachilari. Suyimsiz aka, charchamasdan. Hop, avvalambor kelayotgan mashqurvon hayit hammamizga hop muborak bo'lsin. Azamat xudo xolasa bugun zo'ridan Semental Grenford Qirg'izistondan oldi o'tganidan ham bor. Xudo xolasa narxi yo'lida. Narxi yo'lida. Aka, siz har doim narxi yo'lida bo'ladi. Azamat, hozir nima desam bo'ladi? Hali narxni ko'tarib olish boshqa emas. Shu bugungi kunga solishtirishsin-da. To'g'risiga narxlar nimaga o'syapti-da. Bugungi olgan odam yutuqda. Bugungi olgan odam yutuqda. Xudo xolasa Sharif boyda telefon qilsa Azamat ishlari bitadigan. Xudo xolasa yomon mollar emas. Buqalar aka, nima desa bo'ladi? Hammasi yemga tayyor boqma buqalar ekanda aka, xudo xolasa. Mana hurmatli aka-ukalar, shvedlardan ham bor ekan. Mashlar xudo xolasa oldinroq o'tgan Azamat. Oldinroq o'tgan. Aka, bo'lmasam qaydan boshlaymiz mollarni tanishtirishni? Azamat, boshidan boshlayveraylik. Boshidan boshlayveramiz, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, videoni diqqat bilan kuzatib borib akalar, olmasalaring ham bittadan mana shu ko'rishdagi like-ni bosib ketinglar. Xudo xolasa sizlarga akalar arzon zo'rlardan chiqarishga harakat qilamiz. Sharif aka bo'lmasam boshladiga birinchisidan. Azamat, xudo xolasa oyoq qo'li butun, suyagi yaxshi mol. Boqishsin xudo xolasa. Uzun ekanda bu qani. Hop, Azamat 1.20 chiqyapti, 1.17, 1.18 ga olishaversin. 1.17, 1.18 ga olaverasizlar. Hurmatli aka. Bo'yiga talashmaymiz, xudo xolasa. Chiqib yaxshi holatda. Tuyoq qismlarini ham ko'ringlar, hurmatli ukalarim. Dala buqa so'ragan aka-ukalarimiz uchun xudo xolasa Sharif akamda bugun hammasi zo'rlardan. Tuyoqlarni qaranglar, bularni hammasini tekis. Hop. Bu birinchisi aka. Hop, Azamat buni o'zini qo'yib beramiz aka. Buni o'zini qo'yamiz, nechta pul qo'yamiz aka obunachilarga, xudo xolasa. Hop, balat aytib 21 million berilsin. 21 million so'mga vodiy bo'ylab dastlabkasi. Aka. Kamini chiroyli qilamiz. Kamini chiroyli qilib berishadi, hurmatli aka-ukalar, 21 million. Bu aytilgani muhim emas, xudo xolasa. Hop, navbatdagi buqamiz aka. Azamat alohida xudo xolasa aytdi bu, haliga 100% deb garantiya bermayman, lekin xudo xolasa oldin o'tgan variantlardan bitta-ikkita kelib qolyapti. Buni nimalari bor edi mana, baldoqlari. Mana shu hurmatli aka-ukalar, baldoqlari ham. Mana molni tanigan odam mana bitta tuyoqlarni ham ko'rsatdi. Tuyoqlar aka, nima desa bo'ladi? Haqiqatdan dala buqaganda buqalaringizda aka. bo'yinni ham qara, bo'yinni. Bo'yin, qayda? Azamat, hop, uka, buni juplab beraman obunachilaringga. Aytyapman-ku, narxda bugungi kunga solishtirsin. Molni buni uzunligiga ham e'tibor bersin-da. Hop. Buni o'zini chiqaramizmi aka? Azamat, buni juplaymiz uka. Bunisini juplaymiz aka, xudo xolasa. Mana aka-ukalar, yaltirmagan, yaxshi bo'lsa bo'ladi. Ovqat tanlamaydigan rang. To'g'risida. Akalar, o'zlaring ham bilasizlar, targ'il buqani, qo'ng'ir buqani qanaqa yeyishini-da akalar. Azamat bitta ikkita. Hop, bitta ikkita aka. Obunachilarga bu so'zni ham qo'shib yuboraylik Azamat. Hop. Tarsillaganini, shved. Bunisini qo'shib yuboramiz aka. Azamat. Aka, buni kuragi bormi? Bitta ko'rib oling obunachilarga qizig'idami? Azamat yangi chiqazib. Yangi chiqazibdi, xudo xolasa. Azamat ko'pini kuragi bor. Mana oldilarini qaranglar aka-ukalar. Mana tuyoq qismlari ham akalar tekis, tikka. Xudo xolasa boqishga tayyor akalar. Uzunligiga ham bitta e'tibor berasizlar bu holat. Sana Azamat, xudo xolasa. Hop, aka, ikkita chiqazdik-a. Ikkitasini nech pul qilib berasiz obunachilar uchun? Azamat. Realni olaman degan aka-ukalarimiz uchun nech pul qilib berasiz aka? Hop. Bayram kunlari aka. Bitta, ikkita, uchta. Uchtasini nech pul qilib berasiz aka? Ochiq o'ydan aka, yaqin qilib gap. Mana shunaqa mollarni 22-22,5 ham qo'yyapsiz-da. Azamat uchovini bir totorga aka. Nech pul? 21 million 500 ming so'mdan. 21,5 million so'mdan. Hop, kelishadigan joyi bor. Kelishadigan joyi bor. Xohlaganlarni 21,5 millionga tanlab olishsin. Mana shu oq buqa, mana shu targ'il buqani ham Bu ham aka. ketaveradi mana bu ham. Mana ham ketaveradi aka. Tish buzgani ham ketaveradi. Pelis mensi yo'q.
Xudo xolasa 21 million 500 ming so'mga vodiy bo'ylab luboyni yetkazib beraman. Gap. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, 21 million 500 ming so'mdan Aytyapman, xohlagan joylarga solishtirsin. Mana Mashlarda bo'yini ham bitta o'lchab qo'yinglar aka. 5 masini. Mana orqa qismlarini ko'ringlar aka ukalar. Qornlarni qaranglar, loppullab qolgan bu qiz. Hozir mana shu ishlar. Mana akalar sizlarga variant 21,5 million so'mga akalar olib ketinglar mana shu buqani. 21,5 million so'mga akamiz pelis minus yo'q. Boshqasi yo'q. Berishaveradi 21,5 million so'mga ketaveradi mana. Yelka qismlarini ham bitta ko'ringlar akalar. O'yinlari ham xudo xolasa yaxshi holatda. Xo'p, bitta bo'yini o'lchaylik aka. Realniy obunachilar. Mollar bor-ku, haliga jichcha yetalab yemga tashlay deydigan mollar emas. Xudo xolasa shunday olib borishadi, yemini berishaveradi. Azamat 1.20 chiqyaptimi mana? Menaga olingan-yo, yana hali noto'g'ri Yelkasidan o'lchalyapti aka. Mana yelkasidan o'shlanyapti. Azamat 1.19, 1.20. Azamat 1.17, 18 ga olishaversin. 1.17, 18 aka bunisi baland chiqadi. Buni ichida endi buni balatlari ham Baland bor, chiqadi. Azamat mana. Mana, ko'ryapsanmi? 1.22, 23 ham bor. Aytyapman, Azamat, arzon bo'lsa arzonib ketsa, uka, 21 million 500 ming so'mdan 3 cho'g'ini. Agar bir totarga bo'lsa, Azamat, mayda Chiroyli qilib berasiz aka. Dahshat qilib o'taman, xudo xolasa. Akalar, aloqaga chiqaverasiz. Nima desa bo'ladi? Bugungi siz nima desa bo'ladi? Sharqdan Chorva bozorining akalar chiroyli qilib chiqardim-da men. Ha, solishtirishsa aytyapman-ku. Bozorda solishtirishsa. Bozorda ko'ringlar akalar. Bozorda ko'ringlar. Birinchi bozorda ko'rib turib, Sharib o'kamni ko'ringlar aka, xudo xolasa. Hop, navbatdagi buqamiz. Azamat, xudo xolasa, endi bizga ham aytishganini aytaman-da. Ha. Mollar o'ta yuvosh, go'l. Qirg'iziston davlatidan oldinroq o'tgan. Mana misol uchun tushungan aka-ukalarimiz bo'lsa mana. Mana ellari bilan, xudo xolasa mana. Haligi kalla boshlarni ham bir ko'rsatib qo'yib, tushungan aka-ukalarimiz o'zi. O'yinlari ham o'zi. Mana. Bularda terisi ham bor, mana ko'ryapsanmi? Azamat, bular yem yemagan-da hali mana. Rezinkada mana, xudo xolasa. Mana, hurmatli obunachilar, Svet buqa olaman degan ukalarimiz aloqaga chiqsa, xudo xolasa. Jonivorlar arqanga ham tushmagan. Zo'raman. Hop, bu birinchisi aka. Azamat, mana shuni juplab beramiz. Hop, ikkinchisi bu. Kurson narsa, bo'yinda qara. Mana. Ahamiyat berishayotgan bo'lsa faqat bo'yinli mollar keladi, xudo xolasa Azamat. Bo'yinli mol kelayotgan sababi aka nimada? Azamat, mol buqani oldi yaxshi keladi-da, kelaydi. Buqani oldi O'zimiz ham uyda boqamiz. Mana qaragin bo'yinni. Mana. Buqani oldi zo'r keladi-da. Bu birinchisi, mana bu Azamat ikkinchisi. Ikkinchisi. Mana Qarang, molni bor-ku, uzunligiga ham alohida ahamiyat berilsin. Xudo xolasa, haligi qotib qolgan mollar emas. Imkon qadar zo'rini olib kelyapsiz. Xo'p, aka, jupiga qo'yamizmi narxni? Ash ikkovini juplaylik Azamat. Nechta pul qo'yamiz aka obunachilarga? Gapiring aka. Azamat, bunaqa Qirg'iziston mollari o'zi 23 million, 24 million bilganga. Aka, u Endi bizda unaqa narsa emas. Azamat jupiga 45 millionga ketdi. jupiga 45 Yana million sunnatiga o'tib beraman. 22 million 500 ming so'mdan. ketaveradi. 22 milliondan xohlaganlarni tanlab Xo'p olsin. aka, bitta so'rayman-da, nima desa bo'ladi? Xo'p, 200 ming so'mdan o'tib bering aka, chiroyli qilib obunachilarimizga. Xo'p, Azamat 45 millionmi? 44 million 500 ming so'mga vodiy bo'lib yetkazib beraman. Barakasini bersin, 22 hurmatli million obunachilar. 250 ming. 22 million 250 ming Mana shunday so'mdan buqalar ham olishsin. mana shunday buqalar Sharif akam aksiya qilib berdi. Aloqaga chiqaverasizlar. Bayram kunlari nima desa aksiyani bombasi bo'ldi, xudo xolasa. Aka-ukalar, ko'ringlar. Ha, bugungi bozorda ham ko'ringlar aka-ukalar, 21 million 22 million so'mdan qanaqa buqalar beryapti akalar. Bitta ketishmas. Xo'p, navbatdagisi. Xo'p, qara, bo'yi alohida tegma. Muskullarni ko'ryapsanmi Azamat? Endi vaqtda o'rgan bilan borib, eshiklardan kirib olganda haqiqiy mol. Mana, janob buqa. Mana aka-ukalar. Janovarni ko'rsat, yaxshilab ko'rishsin omon. Endi ber deyapti. Azamat kurak buzgan, tish buzgan. Tish buzgan. Ha, xudo xolasa mollar bor-ku. O'ta yuvosh, o'ta go'l. Mana, qara janovarda. Yaltirab yotibdi mana. Mana qara. Orqani. Buqani gazi Buqani o'ta Azamat, kuchli. mana. Xudo xolasa aytyapman-ku, hali to'xtab qolmagan bular. Buqani gazi o'ta kuchli. Buqamisan buqa. Oldin yana ham qo'ydilar aka. Jorib yuboraman deyapti-yu, oldi. Ular oq tumshuq, xudo xolasa o'sha xalosalari bor. Azamat bu ham endi oldinroq o'tgan, xudo xolasa. Necha pul qo'yamiz aka obunachilarga? Chiroyli Azamat narx. 23 million 500 ming so'mga kelishadigan joyi bor. 23,5 million so'mga kelishadigan joyi bor ekan aka. Kamini Bitta qilib beraman. so'rayman aka. 300 ming so'm o'tib bering mana shu buqaga. Bo'ldi, ketdi Azamat. Barakasini bersin, hurmatli obunachilar. Qo'yishsa bo'ldi, Men sizlar uchun so'rayapman akalar. Yog'i Telefon bo'ldi, qilib turib, yoqsin. men savlar, Sharif akam nima realniy olaman degan ukalarimiz ham telefon qilishadi aka. Telefon qilib turib 1 million o'tib ber, 2 million o'tib ber. Aka, Sharif akam yaqin qilib aytadi.
yaqin qilib aytganligi uchun akalar mana shunaqa 200 ming so'm, 300 ming so'm so'ralyapti akalar. Bo'lmasa 500 ming, 1 milliongacha so'raladi akalar. Xo'p, aka, navbatdagi gullariga o'tamiz. Alohida tema bular. Endi xudo xolasa Azamat bularni og'izni ko'pirtirib maqtash shart emas. Kunni turib. Ha, o'zi buni tushungan aka-ukalarimiz, voqea yurgan aka-ukalarimiz shar bir otangga rahmat shunaqalarni tovib kelsan deb qo'yishsa ko'ryapsan-a molni. Aka, bu qani qarang, ko'rsolligini, oldini qarang aka. Bitta aybi yo'q, bitta g'ubori yo'q. Mollaridan qolgan mushukni yemasa mol meniki. Bu qani turuniga bitta e'tibor berasizlar aka-ukalar. Kallani, shu kalla ham bo'yin bilan bitta o'tib ketgan zaman. Bunisini zo'r desang, bunisi zo'r, bunisini zo'r desang, unisi zo'r. Orqani qarang, orqani. Jupiga olishsiz, maza qilishadi, masjidga o'ynab. Tuyoqlarni bunaqa uysiz bir joyda yotib boshqa narsa bo'lib qolmaganda. Xudo xolasa haligi mana shu bir realni orqalarini ko'rsatib qo'ysangiz ham. Haligi buni kerak bo'lsa yarmiday keladigan bo'zakchalari ham palancha pul bo'lyapti. Aka, nima bo'ladi? Bugun bozorda bittasini so'radim-da. Bu ham 1.5 shunaqa atrofda keladi. Obunachilarimiz ko'rib yotgan bo'lsa, 27 million so'mga xunajinni bermadim deyapti. 28 million so'mga novosini bermadim deyapti. 1.5, 1.10 keladi hali bu qola. Akalar, ko'ringlar. Bular nima demoqchiman? Kelajagi bor narsalar, Azamat. Xudo xolasa mana bir jup qilib boqishsin, oxira janovorlar. Qo'ldan uradigan bu qola bo'lsa Azamat, Xudo xolasa, tamam. Bo'zak ikkovi ham. Ikkovi ham bo'zak. Biroz shoh kuydirilmagan variant. Oqa qismlari. Aka, bu Greenford va kelasi ham, Xudo xolasa. Endi Greenfordni berishdi Azamat. Bonus sal chachishgaroqqa ham o'xshayapti-da, bir sementalga shoxlari nimagalikka aytaman-da, oqshom. Qaranglar, gargonoslarni hurmatli obunachilar. Kallalarni ham Xudo xolasa. Vaqt tonnani yoraman degan aka-ukalarimiz olishsa, Xudo xolasa sababini qilishsa. Molda Azamat bor, kemagan joyi qolmagan aka. Ha, yelkalari. Aka-ukalar. Yuvosh, o'ta yuvosh. Xo'p aka, nima bo'ladi? Gap pulida. Gap pulida aka. To'ppa-to'g'ri. Gapiring aka. Xo'p. Men so'rayman. Bularni bor-ku. Kelgan narxiga qarab narx qo'yamiz-da. Osmondan olib qo'yilmaydi. Negaki yaxshi narsa hamisha pul. Azamat u 31, 30, 29 ham yo'q. Necha pul qo'yamiz aka? 28 million 500 ming so'mdan berishadi Azamat. Aka, Bir joyga bo'lsa chiroyli qilib o'tib beraman. 28 million 500 ming so'mdan, ha? Xudo xolasa. O'tamiz. 57 million so'm pul bo'ladi Azamat. 57 million so'm. Chiroyli qilib o'taman Azamat. To'g'risi men hozir 29,5 deganingizda so'ramoqchi edim-da aka. 28,5 so'm zo'r narx bu. Baragasini bersin. 8,5 milliondan xohlaganlarni. Xohlaganini tanlab olinglar aka. 28,5 million so'mdan sharib bekindi. Bomba narx bo'ldi aka-ukalar. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasa mana shunaqa zo'rlar kerak bo'ladigan bo'lsa. Xo'p. Bo'ptimi aka? Bitta narx qo'yaylik obunachilar uchun, xudo xolasa aka. Endi Azamat. Xo'p, mana uka ikkalovini qo'shadigan bo'lsak, hali 28 lik narsa 21 ga qo'shilsa, o palancha pul o'tib ketadi-da. O'zi buni ishqibozlari bor. Ishqibozi bor. Ha. Uka mana bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta. Azamat. Xo'p. 21 million 500, 20 million 500 ming so'mdan ag'a 23,5 million so'mgacha molim bor. Xo'p, mana shu yerda ikkitasini 21,5 milliondan qo'ydikmi? Azamat bo'lsa obunachilarga bo'lsa, xalqimizga bo'lsin, kel. Gapiring aka. 7tasini topdim. Balagani qo'lingizni birishaylikchi. Endi mana 7tasini eshitib bor-ku, xudo xolasa maza qilishadi. 21 million 500 ming so'mdan buzovdi puliga. Yana o'tib beraman. Baragasini bersin. Hurmatli obunachilar, 21 million 500 ming so'mdan ketdi bu qo'la aka-ukalar. Eng kichkinasini bo'yaki nechi? 120 chiqyapti. 120 aka-ukalar. Bag'i ketaveradi aka-ukalar. Aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Bugungi videoni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Sizlar uchun akalar. Xo'p, nima bo'ladi? Yaxshi video qildik degan umiddamiz. Bittadan like bosish esingizdan chiqmasin. E'tiborlaringizni ko'ramiz.